Bu narsani reklama qilib qo'ysam, ayollar menga deb meni talashib ketmasa bo'ldi. Reklama qilayotgan, men xursand bo'layotgan, ayollar xafa bo'layotgan, erkaklar chunki cho'ntaklari shora. Devorib do'stlar, bilasizlar, men sizlarni hanhuni joyiga olib kelmayman. Mana shu bujuteriyalarda qaynar buloq joyi, optim joyiga olib keldim. Bu yerda qanday tovarlar bor degan do'stlarimizga bujuteriyaga tandir Liboy turida arzoni, qimmati 585 probasi, premium kачествоda medisinskiy qorayadigan, qoraymaydigan, hattoki quloqlarni yara qo'radigan ham bor ekan. Hattoki qulog'ida teshik yo'qlarga ham bor ekan do'stlar. Bujuteriyalarda vobshe optim joyiga hammalarni chaqirib qoladi. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim, hurmatli vatandoshlar. Uchurda biz borib Qorasuv bozoriga kelganmiz. Esalik tumanidagi hammalar bilgan kelin-ko'yni orientirlarimiz chiqondor sotadigan do'konimiz oldida bujuteriya Qorasuv nomli katta obyektlar bilan, katta assortimentlar bilan ochilgan. Bujuteriya tovarlarimizni ayollarimizga, oyboldolarimizni vobshe katta assortimentlar bilan hammalarni kutib qolamiz do'stlar. Bu do'konimizni esa Xitoyga borib tuzdan tuz primo holatda tovarlarni olib kelib jatgan esa bilan bu joyda haqiqiy optim yer deb ayta olaman. Hozirgi uchurda onlayn ahvolda savdo qilib jatgan onlaynchi ejalarimizni ham chaqirib qolamiz va boshqa regionlarda savdo qilib jatgan optimshik do'stlarimizni ham chaqirib qolamiz. Bu do'konimizning onlayn ahvoldagi, ya'ni aynan optimshiklarda optim bolalar bilan guruhlari bor ekan, qo'shib qo'yamiz. Endi bizga o'xshab bitta proba qilib, onamga, ayollarimga, singillarimga bir yaxshi niyatda sovg'a qilaman degan do'stlarimizga aynan Qorasuv bozorining ichiga kelib do'konimizda jivo holatda kelib tanlab olib ketsanglar bo'lar ekan. Bitta olam degan do'stlarimizga ham optim bolalarda, arzon bolalarda tushib qoladi ekan. Endi bizda bujuteriyalarimiz qanday turlari bor degan do'stlarimizga bu yerda sredniy kачествоda hamma bor. Budjetli holatda tushib ketaveradigan bujuteriyalarimiz hammasi 2026 yangi modellari. Endi bu yoqda bo'lsa medisinskiy desa ayollar tushunadi ekan, quloqqa umuman allergiya berib olmaydigan, ancha-munchaga qorayib ketmaydigan original bujuteriyalarimiz ham hammasi yangi modellari bilan munojoqda ham buni turlari bor ekan. Eng vishilari mana bular bo'lsa ayollar yaxshi tushunadi. Hattoki quloqida teshik yo'q do'stlarimizga ham, ya'ni ejalarimizga ham proba gap qo'ygan ekan. Munojoqda bo'lsa 585 probada tillarni ozgina bir suvmi bu narsasi yurgizilgan. Mana 585 probalarimiz ham yangi modellarni olib kelib qo'ygan ekan. Bu yerda hattoki uzuklarimiz, sirg'alarimiz, shunaqa komplet naborlarimiz, podarishli holatda idishlarimiz bor ekan. Mana oila a'zolarimizni xursand qiladigan zo'r paytlar kelib qoldi. Ayni to'y sezoniga yuring. Mana bu kelinlarimizga tandiq shunaqa koronalarimizni, ya'ni temirli shapka deganini bir narsa kulgansizlar. Ya'ni temirli juda ham bir chiroyli shapkalarimiz har xil turlari bor ekan. Buni asha kiyimlariga moslab, bunga moslab turib ko'rsating, mana bu sirg'alarni nabor qilib komplet qilib berishar ekan. Endi men sanaqa ochiqroq kiyinib olaman, men vashlayman deganlarga mana bu oldi ochiqroq holatdagi, misol uchun nima deb qo'yadi, anaqa sepishkalarimiz ham vobshe turlari bor ekan. Soatlarimiz ham assortimentga hammasini budjetli holatda zo'r soatlarimizni olib kelib qo'yibdi. Aynan mana bu narsaga ozgina e'tibor berib qolsalar, ko'pchilik do'stlarimiz misol reklamadan keyin ham aloqaga chiqib qoladi. Qarzga berasizmi, ishlashasizmi? Yo'q do'stlar, bu yerda iloji bo'lsa naqd-mana ishlashsanglar yaxshi ekan do'stlar. Bunday chiroyli holatda aka-uka bo'lib yuraylik deyapti endi. Endi mana sepishkalarimiz ham vobshe turlari bor ekan. Bularda ham arzoni, qimmati, o'chib ketadigani, o'chib ketmaydigani. Mana bu qizlarning fantaziyasiga qarab xohlasanglar sumkaga ilib olinglar, xohlasanglar beringlar, hattoki buni bo'yniga oladiganlar ham bor ekan. Xullas ham bu hammasi yangi modellar bo'lyapti. Paylanish nomerlarini mana bergilar, ayollarga отдельный, erkaklarga отдельный beramiz. Umumiy holatda erkaklarga 0502 10 00 98 emas, jalang'ir ayollar uchun telefon nomeri 0553 12 22 25. Oxirgi nomerimizga to'lqa jalang'ir ayollar chalsin deydi do'stlar. Endi dastlabki xizmatlarimiz optimshik boshqa regiondagi do'stlarimizga Qirg'izistonda Liboy tochkasiga, Jet oblasiga dastlabki qilib solib beradi ekanmiz. Endi bu o'zi mayda narsa bo'lsa, endi donachi do'stlarimizga bitta narsani bitta dastlabki qilib bermaymiz. Menga o'xshab probaga bitta olaman degan do'stlarimizga aynan shu aytilib o'tilgan bozordagi, Qorasuv bozorining ichindagi ushbu do'konlarimizga kelib bemalol holatda tanlab olinglar. Bitta olsanglar ham xudoyli optim narxlarda bo'lar ekan do'stlar. Hammalarda katta assortimentdagi oyboldolarimiz bilan kutib qolamiz. Tashqariga chiqib bir sira bu do'konimizga adashmasdan to'g'ri topib keladigan qilib zo'r qilib tushuntirib qo'yaman. Bu optim joylikning hisobidan aytib qo'yaylik, ertamangi soat 7 dan do'stlar polni ochiq bo'lar ekan. Endi regiondan kelib jotgan bir ertaroq sahar kelyapman deb telefon qilib qo'ysalar, ertaman 6 da ham xudo xolasa uxlamasdan mana shu yerda bo'lishar ekan. Chunki bular zagadobkalar bilan sahar ochilar ekan. Bemalol aytilgan nomerlarga baylanishib, biz do'konimizni topib kelishlik juda ham oson holatda. Borborda Qorasuv bozorini glavniy esteligini oldiga kelasiz, to'g'riga qarasanglar, glavniy zdaniyamiz ikkita tuynigi bo'lsa, aynan chap tomondagi zdaniyani, ya'ni tuynigimizdan kirib turiblar, chap tomonga qarasanglar, videoga yaxshilab e'tibor beringlar. Chap tomonda kelin-ko'ynak sotgan do'konlar
do'konlarimizni hammalar bilasizlar, chap tomondagi kelin ko'ynak tugashi bilan arendalarimiz, ya'ni chiqondori sotadigan do'konimiz ham endi xolosi bo'yicha hammalar bilasizlar. Chiqondori tugashi bilan chap tomonda sizlarga aytayotgan do'konimiz shundoqqina ko'rinib turar ekan. Tunligimizdan kiramiz, chap tomonga yurganimizda kelin ko'ynakdan keyingilar ushbu xolosi bujlar do'konimizda hammalarni kutib qolamiz.